Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz servis akkauntlar haqida gaplashamiz. Demak, bizda ikki xil akkaunt turi mavjud. Birinchisi user account, ya'ni developerlar bo'lishi mumkin, administratorlar, security specialistlar. Bular odamlar hisoblanadi, ya'ni jamoa a'zolari va ular o'zlarining akkauntlaridan foydalanib, Kubernetes API server bilan muloqot qilishsa bo'ladi, o'zlarining credentiallari bilan. Ana endi bizda boshqa turdagi deylik ma'lum bir funksionallikni bajaradigan podlarimiz bo'lishi mumkin. CI/CD ni trigger qilib turadigan podlarimiz bo'lishi mumkin yoki qanaqadir statistikani to'plab boradigan databazamiz o'shani run qiladigan podimiz bo'lishi mumkin. Ana endi ular ham Kubernetes API server bilan gaplashishiga to'g'ri keladi va bu paytda ham bizda authentication mexanizmlari kerak bo'ladi va bu paytda biz user akkauntlardan emas, service akkauntlardan foydalanamiz. Service akkauntlar bu qanaqadir botlar uchun credential vazifasini bajaradi. Ya'ni botlar uchun account va ularni o'zini tokeni bo'ladi, tokenni expiry date bo'ladi va ular mana shunday qilib ma'lum bir resurslar haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Ma'lum bir access ma'lum bir darajada Kubernetes API server bilan muloqot qilib, ma'lum bir o'zgarishlar qilishi mumkin va buni secure tarzda, ya'ni xavfsiz tarzda amalga oshirish uchun bizda rollar va role bindinglar bo'ladi. Ya'ni service akkauntlar API serverning faqat ma'lum birgina API'laridan foydalanishni biz role orqali ya'ni role based access control orqali define qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qisqacha nazariya shundan iborat. Ana endi lablarga o'tsak bo'ladi. Demak, how many service accounts exist in the default namespace? Get SA desak bo'ladi, qisqartirib, va bizda ikkita bor ekan. Va aytgancha, biz qachonki klaster yaratganimizda, ya'ni har bitta namespace'da adashmasam, API resources namespaced true va less SA qiladigan bo'lsak, grep service accountlar bu namespace scope. So demak, shuning uchun har bitta namespace'ga adashmasam default o'zining service accounti yaratiladi. Biz yaratmasak ham default implicitly tarzda. Va mana bunisi ikkinchisi, bu qo'lda yaratilgan hisoblanadi. Demak, how many service accounts? Demak, bizda ikkita bor. We just deployed the dashboard application, inspect the deployment. What image is used by deployment? Demak, get deploy endi describe qilamiz. Web dashboard va imageni ko'radigan bo'lsak, bu Code Cloudning custom image my Kubernetes dashboard. Va mana bunisiga to'g'ri keladi. Wait for deployment to be ready. Access the custom dashboard by clicking the link on the dashboard portal. Demak bu ready va biz mana bu yerda access qila olishimiz kerak. Pods is forbidden. User system service account default cannot list resource pods in API group. The namespace default. Demak, bizda default service account bor, lekin unga adashmasam hech qaysi role bind qilmagan. Get role deydigan bo'lsak, role yo'q. Role binding ham yo'q. Ya'ni bizda service account o'zi bor, lekin hech qanaqa
task perform qilolmaydi u. Mana endi davomini o'qiydigan bo'lsak, you will notice the dashboard shows failed state. This is because the pod uses service account to query Kubernetes API, and by default it uses default service account which has limited access. Demak, bizga hozirgi holatni tasvirlab beryapti, ya'ni default service accountni ishlatishini va bunda limited access borligini. You can verify this by running. Demak, service account name bu specification ichida bo'ladi va service account name default holatda define qilingan ekan. Tushunarli. At what location is the service account credentials available within the pod? Demak, key get pods less qiladigan bo'lsak, adashmasam bizda volume mount bo'lishi kerak. Volume mount access. Demak, service accountni credentiallari /var/run/secrets ni ichida ekan. Var run secrets. The application needs a service account with the right permissions to authenticate to Kubernetes. The default service account has limited access. Create new instance named dashboard SA. Okay, create SA dashboard SA. Service account yaratildi yangisi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, we just added additional permissions for newly created dashboard say using RBAC. Demak, key get role qiladigan bo'lsak, yana endi role pod reader qo'shilgan va demak -o YAML definitionni ko'radigan bo'lsak, demak bizda mana bunaqa role define qilinyapti va unda ichida rules bor va rulesning ichida API groups bu masalan versiyalari adashmasam API grouplar bor. Ya'ni apps bo'lishi mumkin, bo'sh bo'lsa, yana boshqa turdagi va qaysi resurslar pods, deployments bo'lishi mumkin va bizda adashmasam 4 yoki 5 ta verblar mavjud. Get, watch, list, read ham bo'lishi mumkin edi. Va bizda hozircha get, watch, list bor. Manimcha write yoki update shunaqa verb ham bo'lishi kerak. Lekin bizda read only access bor va key get role binding ni ko'radigan bo'lsak, read pods, demak buni white qilib ko'rsak bo'ladimi? Demak, role pod reader qaysiga assign qilinyapti? Demak, default namespace ichidagi dashboard SA service accountga bind qilinyapti demak. Va buni ham YAML formatda definitionni ko'radigan bo'lsak, demak role reference, API group kind va name va subjects, ya'ni service accountlarni qaysilarini biz reference bir-biriga ulamoqchiligimizni mana shu yerda mana shunaqa ko'rinishda define qilsak bo'ladi. Qaysi rolni qaysi service accountlarga yoki balkim user accountlarga ham define qilish imkoniyati bordir shu yerning o'zidan role binding orqali. If you're interested in checking out files used to configure RBAC, look into var RBAC directory. We will discuss RBAC in separate section. Now generate access token for the dashboard SA service account. Copy the generated token and paste it into token field of the dashboard UI. After entering the token, click load dashboard button to access the dashboard. Demak, kubectl create token dashboard SA.
Demak, dashboard essay uchun token generate qilish mana bunaqa bo'ladi. Va buni olib biz tokenni bu yerga paste qiladigan va ko'radigan bo'lsak, ana endi bu bearer token ishlatgan holatda API serverga birdaniga headerga qo'shib yuboradi va u to'g'ri authenticate qilib bizga ma'lumotlarni beradi. You shouldn't have to copy and paste the token each time. The dashboard application is programmed to read the token automatically from the service account credentials mounted inside the pod. Currently, the default service account is mounted. Update the deployment to use the newly created dashboard SA service account instead. Refresh dashboard application UI after updating the deployment, and you should see the pods listed automatically. Demak, biz qachonki service accountlar ishlatar ekanmiz, token avtomatik ravishda mount bo'ladi, ya'ni uni credentiallari mount bo'ladi. Demak, bizni dasturimiz shunaqa usul yozilgan ekanki, o'sha mount bo'lgan joyga boradi, o'sha tokenni o'qiydi va default agar biz berib yubormasak, UI dan berib yubormasak, aynan o'sha mount bo'lgan tokenni ishlatadi. Va shuning uchun biz edit deployment web dashboard ni edit qilib, make service accountlar define qilinmagan ekan. Demak, explain pod spec service account pod leveldami? Demak, pod levelda ekan. Shuning uchun biz boramizda template ning specification ichida service account dashboard SA yozadigan bo'lsak, edited deyapti, deployment va get pod qiladigan bo'lsak, bizda eski pod o'chirilib, yangisi yaratilyapti o'rniga va yaratib ham bo'lindi, eskisi o'chirishini kutmasdan. Mana endi dashbordimizga borib refresh qiladigan bo'lsak, biz tokenni kiritmasak ham ishlayveradi. Chunki tokenni mounted volume ichidan o'qib olaveradi. A security audit has found that dashboard deployment has non-compliant service account token setup, which could lead to security vulnerability. Demak, security jamoa non-compliant service account token setup. Demak, hozir biz avtomatik service accountni beryapmiz va u default joyiga adashmasam mount bo'ladi. Va bu qanaqadir insecure holatga sabab bo'ladi, chunki oddiy fayl hali encrypted bo'lmayaptimi, to'liq bilmadim. The default automatic token mounting mechanism exposes credentials unnecessarily. In the following step, you will fix this by disabling automatic token mounting on the service account and then manually injecting the token into deployment using projected volume. Demak, volumelarni ham turlari bor. Projected volume, ya'ni ular haqida chuqurroq bilmayman va menimcha projected volume qilishimiz bu qanaqadir security jihatdan expose bo'lmasligiga sabab bo'lishi mumkin bo'lsa kerak, katta ehtimol. Modify the existing service account dashboard SA in the default namespace to disable automatic mounting of API credentials. Edit
service account dashboard SA va adashmasam bu yerda disable qilish uchun key explain SA less qiladigan bo'lsak, demak image pool secrets kind demak menimcha katta ehtimol bu yerdan editing configure qilinmasa kerak of API credentials, then modify the existing web dashboard deployment to inject mount service account token at auto mount service account token demak bizda key explain SA recursive ni ishlatamiz va grep demak auto mount service account less qiladigan bo'lsak demak shu yerdan biz update qilsak bo'lar ekan. False. Edit qilindi. Ana endi biz web dashboard deploymentni o'zgartirsak, edit qilishimiz kerak. Bu uchun biz key edit deployment web dashboard ishlatamiz. Demak, service account dashboard SA, service account name dashboard SA bo'lyapti va biz deployment inject mount service account token at share wire round secrets use a projected volume named token to inject the service account token. Projected volume demak volumes demak biz key explain pod dot spec dot volumes less qiladigan bo'lsak, bu yerda projected degan tur bo'lishi kerak, adashmasam. To'g'ri. Demak biz template ni specification ichiga kiramizda volumes bo'lgandan keyin katta ehtimol bu list bo'ladi. List bo'lgani uchun demak set auto indent ana endi auto indent bo'lyapti. Demak bu yerda list ko'rinishda projected volume source. Ana endi buni ham ichiga ko'rib inspect qiladigan bo'lsak, projected. Buning ichida default mode bor, source bor. Bizga sources kerak bo'ladi. Demak sources
cross cluster trust bundle, config map, port certificate, secret, service account token. Bizda dedicated field bor ekan service account token uchun. Buni ham paste qilamiz va yana inspect qilishda davom etamiz. Pass. Ana endi bizni berib yuborsak bo'ladi. Menimcha tepadagi audience va expiration seconds bu automatic defaults to 1 hour and must be at least 10 minutes. Demak 1 soat default holatda bu o'zi olar ekan. Kamida 10 minut bo'lishi kerak ekan. Bu ikkovini berib o'tirmaymiz va passni beramiz shunchaki. Passda bizga qaysini ishlat deyapti? Demak bizga mana bu qismni ishlatamiz. Bizga qo'shimchaga olamiz va adashmasam biz volumelarga name ham berishimiz kerak bo'ladi. Va name token deymiz. Now use projected volume name token to inject the service account token and ensure it's mounted read-only. The deploy manifest can be found. Tushunarli, lekin biz edit qilishni boshlab yubordik. Va use projected volume named ana endi biz tokenni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Tokenni ishlatish uchun biz container levelda adashmasam mount qilardik. Back containers recursive volume deb qidiradigan bo'lsak, service volume mount bizga kerakli field mana shu. Demak, hozir endi biz containers tushamiz-da, resources pastida volume mounts ni ichida bizda required name bor va bu volume mounts list bo'lgani uchun bu yerda ham list syntaxini ishlatamiz. Name token va mount pass. Mount passga ham shuni beraveramizmi? Ko'ramiz. Balkim bunisi fail bo'lar, balkim tepadagisi. Va biz read only qilishimiz kerak buni. Read only true. Birinchi save qilamiz. Va har ehtimolga qarshi kopiya ham qilib yuboramiz. Mana endi chiqadigan bo'lsak, bizda invalid value qayerda? Employee ichida speak map token projected cannot restore slice from map. Demak, pass bizda sources
service account token. As string va nima uchun bizda xatolik ketyapti? Biz ko'ramiz. Volumesni ichida name bor. Bormi yo'qmi? Name bor. Name of the volume. Unique within the pod. Tushunarli. Bu joyda muammo yo'q. Va namedan keyin projected bor. Demak, projected ham list emas. Va bizda sources bizda list bo'lishi kerak ekan. Va biz mana bu yerga dash chiziqcha qo'yadigan bo'lsak, ana endi list ko'rinishiga o'tish kerak. Va ana endi boshqacha xato. Deployment spec projected path invalid value must be relative path. Volume mount name token not found. Token delete qilamizda, token beramiz. Biz nima ekan kelinglar ko'ramiz shuni. Sources path. Path deganda nima nazarda tutilyapti? Path is the path relative to the mount point of the file to project the token into. Path token deymiz. Va menimcha ana endi biz mana bu token bizga kerak bo'lmaydi. Mana endi save qiladigan bo'lsak, edited bo'ldi. Okay, get deploy qilamiz. Ya'ni path tepadagi volume service account ichidagi path bu faylni nomi. Bizni volume mountimiz bu to'liq to shu path file namegacha bo'lgan folderlarning o'zi. Zo'r dizayn qilishgan ekan. Demak, endi tekshirib ko'radigan bo'lsak, hammasi to'g'ri ishlaydi. Va the web dashboard deployment is now configured with manually mounted service account token using projected volume. Yana bir marta load qilib ko'radigan bo'lsak, mana ishlab turibdi. This approach is more secure than the default automatic token mounting because it gives you explicit control over which pods receive API credentials. Ana endi tushundim. Ya'ni bizda auto mount true bo'lib turgandi. Dashboard SA service accountda auto mount true bo'lsa, biz qachonki shunchaki reference qilsak o'sha service accountni xohlagan poddan avtomatik default locationga bu mount bo'lardi. Ana endi biz birinchi o'rinda auto mountni false qildik. Ya'ni ana endi qachonki reference qilinsa ham auto mount bo'lmaydi, qachonki biz o'zimiz manually define qilmagunimizcha. Va ana endi biz qachonki podga aynan kerak bo'lganda o'zimiz qayerga mount qilishni hal qilamiz. Ya'ni bizning dasturimiz bitta lokationni, ikkinchi dasturimiz boshqa lokationni o'qiydigan bo'lsa, biz o'shani definition faylni o'zida hal qilib keta olamiz. Demak, shundan iborat edi bugungi videomiz. Service accountlar va bunisi avvalgilariga qaraganda ancha qiziqroq bo'ldi. Demak, keyingi videolarda ham ko'rishguncha rahmat, salomat bo'ling.